Assalomu alaykum. Men sizlarga hozir o'zbekcha koketkali ko'ylakni qanday qilib bichish usulini ko'rsatib beraman. Hech qanday andoza ishlatmaymiz, faqat materialni o'zidan foydalanamiz. Mendagi material hozir o'lchab ko'ramiz. Albatta, matoni birinchi bo'lib suvga solib olishimiz kerak. Matoyimiz yuvilmagan holatda bichmang hech qachon. Albatta matoni yuvib, quritib, keyin bichishingiz kerak. Shunda liboslaringiz juda ham chiroyli chiqadi va mijozingiz bitta yuvgandan keyin hech qanday o'zgarishlar sezmaydi. Mendagi matoyim 260 matosidan birinchi bo'lib, qop uzunligini olaman, ya'ni ko'krakdan pastki qismdagi etakni olaman. 90 cm edi. 95-100 qilib oldim va qaychida kesdim. Mana endi buni enini 90 cm qilyapman. Qop kengligi 90 cm. Bu kamroq va yana ozgina yirtamiz. Shtapel matosini kesmang. Kessangiz qiyshiq ketasiz. Uni faqat yirtib bichasiz. 90 cm etak kengligi, qop kengligi 92 qildim. Toza 90 qoladi. Tikishlariga yoniga 1 cm kirgan vaqtda va o'zi tepaga qarab yechib yuboramiz. Chunki bu joyi ham tep-tekis yirtilgan bo'ladi. Endi qopni old tarafini qanday qilib to'g'ri bichishni ko'rsatib beraman. Orqa tarafini o'giryapman, manakay. Ikkiga bukladim. Orqa tarafda ko'krak yo'q bo'lganligi uchun orqasiga 3 cm gina tushasizlar. Orqa chuqurligiga. Orqasida ko'krak yo'q, 3 cm tushasiz va qo'ltiqga 7 cm boramiz. Qo'ltiq eniga 7 cm boramiz. Chuqurligiga ham 7 cm tushamiz. Va boyagi 3 va 7 ni bu 7 bilan birlashtirib kesib chiqamiz. Qanday kesishga e'tibor bering. Tep-tekis emas, уже 7 ga yetgan vaqtingizda boyagi 3 cm ni yo'q qilib olib chiqib ketasiz. Endi esa qo'ltiqni kesib olamiz. Orqasi tayyor va orqasiga adashmasligimiz uchun O harfi bilan R harfini yozib qo'yamiz. Orqa degani va buklab bir chetkaga olib qo'yasiz. Orqasi tayyor. Endi esa old tarafini qanday qilib chiqarishni ko'rsatib beraman. Old tarafda ko'krak bor va koketkasi orqa koketkaga nisbatan uzunroq bo'ladi. Shuning uchun oldida koketkasini mana xuddi shunday qilib buklab oling va oldiga 5 cm tushasiz. Old koketkaga 5 cm tushasiz. 7 cm har doimgidek qo'ltiqga, pastga ham 7 cm borasiz va 7 ni birlashtirib kesib chiqamiz. Xuddi men qanday kesayotgan bo'lsam, siz ham shunday kesib chiqasiz. Kesib oldim, tayyor. Oldingi tomoni ham, orqa oldi qoplari olindi, eng asosiylari. Va endi menda koketka oldi orqasi olishim kerak. Bu joydan yeng olaman. Matoyimizni bu joydan eni to'g'ri kelsa, orqa oldi koketkasini olamiz. 2 qavatdan bo'ladi. Ba'zilar ichki tomoniga oq chust matodan qo'yadi. Men matoni o'zidan qo'yaman. Chunki bu mato ham juda ham yumshoq, tanaga umuman botmaydi. Juda ham yoqimli mato. Shuning uchun matoni o'zidan bichaman. Mana shunday qilib tep-tekis qilib buklaymiz. Chunki ostki tarafi hech qanday muammolarsiz turishligi kerak. Buklangan paytda ostki tomonini ko'rmasligimiz mumkin. Dazmol qilmayapman, chunki qo'lim o'rganib ketganligi uchun qayerga qancha santimetr olishni bilaman. Orqa koketka chuqurligi, uzunligi 20 cm, 22 qilib olamiz. 2 cm qo'shaman. 1 cm bu joydan, 1 cm yelkadan tikishga kiradi. Va yoqa eni, oddiy dumaloq yoqa eniga 7 cm borasiz. Chuqurligiga 4 cm tushamiz. Yelkasi 40 cm, 20 olamiz. 2 ga bo'lgan paytda 20 cm chiqadi. 20 cm ni belgilayman va orqa yelka chuqurligiga 2,5 cm tushaman. 2,5 dan keyin pastki tomonga 16 cm ni belgilaymiz va orqa kengligi
20 xuddi yelkani o'zidek bo'ladi. Orqasi 20 sm qildim. Endi esa 22 bilan ikkisini birlashtirib chizib olamiz. Orqa koketkasi tayyor. Agar sizda mijozingiz to'la bo'lmasa, ozg'in bo'lsa, razmerlari mana xuddi shunday bo'ladi. Koketkani uzunliklari hammasi to'g'ri, lekin yelkasini bir oz kattaroq, bir oz kichikroq qilib razmerga to'g'rilab bichsangiz bo'ladi. Hamma joyi bir xil bichiladi. Rastichka beramiz. Albatta bu joyiga ham, bu joyiga ham rastichka berishimiz shart. Chunki burmalarni tikayotgan paytingizda bir tarafga ko'p burma, bir tarafga oz burma bo'lib qolmasligi uchun o'rtasiga, qobiga ham, bunga ham rastichka berib qo'yasiz. Rastichkani bir-biriga to'g'ri keltirib, yarmini u yoqqa, yarmini bu yoqqa qilib tikasiz. Shunda juda ham chiroyli bir xil bo'lib chiqadi. Hech qanday burmada muammoga uchramaysiz. Orqa koketkasi tayyor. 2 qavatli, mana ichiga ham sirtiga ham bichib oldim. Endi esa oldi tomonini olamiz. Oldi tomonini xuddi shuni tagidan olamiz. Hech qanday muammosiz. Oddiy dumaloq yoqa. Agar bir-biriga o'tgan yoqa bo'lsa, uni keyingi darsliklarimda joylayman. Agar kerak desangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Bir-biriga o'tgan yoqalarni kiyadi ko'pincha katta opalarimiz, buvijonlarimiz. Bir-biriga o'tib turadi-yu, yoqasi tugmali bo'lib. Shundaylarni kiyadi. Agar kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasiz. Albatta sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bu orqasi. Sizlarga aniqroq bo'lishi uchun men ters tomonidan ko'rsatay. Mana tayyor qilib buklab oldim. Nima uchun men ustiga qo'yib bichib ko'rsatmoqchiman. Orqasi va oldini qanday bir-biriga farqliligini ko'rishingiz uchun atayin shunaqa qilib qo'yib ko'rsatmoqchiman. Yoqa eni bir xil 7 sm bo'ladi. Yoqa chuqurligini 15 sm belgiladim va menda koketka uzunligi, mijozimni ko'kragini yelkadan koketka uzunligigacha o'lchaganman. 30 sm. Men uni 32 qilib olaman. Nima uchun deganda tikishga kirib ketadi. Bu joydan 1 va tepadan 1 sm tikishga kirib ketadi. Shuning uchun. Endi esa oldi kengligi orqasiga nisbatan 1 sm-gina kichikroq bo'ladi. Chunki orqada yelka yo'q, ko'krak yo'q. Ko'krak yo'q bo'lganiga nisbatan odamning qo'li oldinga ko'p harakatlanadi va oldida, koketkani oldida kerak emas mato paydo bo'ladi. Shuning uchun shu 1 sm-ni olib tashlaymiz. Yelkasiga mana 2,5 bo'yicha belgilab qo'ydim. Oldi yelkasiga 4 sm tushasiz. Kerak emas. Orqasini belgilab bilib oldik. Endi yoqa chuqurligi mana 15 sm. 2,5 mana metrni 2,5 ga qo'ydim va 4 sm ni belgiladim. Ya'ni oldiga 4 sm, orqasiga 2,5 sm tushasiz yelkasiga. Endi esa e'tibor berib qarang. 4 sm tushgan joyingizdan santimetrni xuddi shu joydan qo'yib pastga 18 sm ni belgilaysiz. Pastga 18 sm ni belgilaysiz. Shunda tikilganda tayyori 16 sm qoladi. Endi esa boyagi 32 bilan bu 18 ni dumaloq shaklda birlashtirib olamiz. Hamma xohishga ko'ra birovlar burchak shaklida birlashtiradi. Agar burchak qiladigan bo'lsangiz, boyagi bichgan qobingizni ham burchak shaklda kesishingiz kerak edi. Agar dumaloq qilsangiz, xuddi boyagi qobga o'xshab dumaloq qilib kesasiz. Endi kesib ko'rsataman. 32 mana. Oldidagi qobini shaklini chiroyli chiqarsanglar, ya'ni koketkasini deganim. Oldidagi koketkani shaklini chiroyli chiqarsanglar, libosingiz judayam go'zal ko'rinadi. Chunki odamni birinchi bo'lib ko'zi tushadigan joyi libosni oldi yoqasi bo'ladi. Yoqani kesyapman 15 sm yoqa kattaligi. Undan kattasi katta, kichigi kichik bo'ladi. Men santimetrni qiya qilib o'lchamadim. 17 sm bo'lib ketadi agar qiya qilib o'lchasam. Men santimetrni tik holatda o'lchayman doim. Chunki matoyimiz tik holatda bichiladi, figuralar keyin o'z holiga beriladi. Agar bu holda o'lchasam to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun tik holatda o'lchayman. Yoqani doim o'zim to'g'ri deb bilaman. Har bir tikuvchini bichish qoidasi har xil. Shuning uchun men birovlarga hech qanday unday qilmang, bunday qilmang demayman. Hamma har xil ustozdan o'rgangan, har xil uslubda bichadi. Kerak emas matolar, bu esa keraksiz. Bu kerak mato.
o'rtasiga rastichka berdim va albatta yoqasiga ham rastichka berishim shart. Chunki ikki qavat bo'lganligi uchun yoqasi bir-biriga to'g'ri kelishligi kerak. Oldi orqa koketkalari tayyor. Endi yeng olaman. Shu bilan libosimiz tayyor. Lozimini kerak desangiz uni ham kommentariyada yozib qoldiring. O'zbekcha lozim bichishni ko'rsatib beraman. Menda qolgan material mana shu qoldi, lekin lozimga yetmaydi. Endi bu joydan men yeng olaman. Yengning kengligi 50 sm edi menda. 50 sm chiqsa juda ham yaxshi bo'lardi. 48 ekan 24. Matoni eni yetmaydi. Shuning uchun mana men bu joydan tepa qilaman, bu joyni pastki qism qilaman. Ya'ni yengni keng joyi mana bu yerdan bunaqa olinadi. Qo'lni pastki tarafi ingichka bo'lganligi uchun shunaqa aylantirib bichib tashlamoqchiman. Lekin sizlarda velur materiallar bo'lsa, unaqa bicha olmaysiz. Chunki matoni tuki bo'ladi. Mana buklaganimdan e'tibor berib qarang. 1 sm siljitdim. Chunki menda hozir buni eni yetmaydi, to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men 1 sm siljitib, bu enni to'g'riladim. Bu joyga 12 sm tushganimizda yengni uchigacha kattaroq bo'lib chiqadi va bizda mana bu joy xalaqit bermaydi. Matoni shu tarzda silkib to'g'rilab olasiz. Har doim shtapel materiallarini shunaqa silkib to'g'irlashingizni tavsiya qilaman. Chunki ostki tomonida buklanib qolsa, bilmay qolishingiz mumkin, yuqa mato bo'lganligi uchun. Kengligi 25 sm to'g'ri bo'ldi. Bu joyini ham tekis qilib buklaymiz. 1 sm o'tkazib buklayveramiz. Xalaqit bermaydi bizga bu joyi. 25 bo'ldi. Yeng kengligi 50 sm edi, ya'ni 48-50 edi. Shuning uchun 2 sm, 1 sm qo'shib oldim. E'tibor berib qarang. Yeng chuqurligiga 13-14 sm tushamiz. Yelkani burmaydigan holatda. Agar yelkani buraman desangiz 15-16 sm tushasiz. Ya'ni yengni tepasini. Men burganni yoqtirmayman va meni mijozim ham burmasligimni iltimos qildi. Shuning uchun 13-14 sm gina tushdim. Yeng uzunligi 50 sm. Men faqat 1 sm gina qo'shib olaman. Bu ham tepasiga kirish uchun. Nima uchun atiga 1 sm qo'shdim? Yengiga ingichka naqshli rezinka qo'yib berishimni xohladi mijoz. Shuning uchun 1 sm rezinani o'zi bilan yana yeng uzunligiga qo'shib oladi. Ustida naqshi bo'lganligi uchun pastki tomonga tushib turadi. Agar yengni ichiga qayirib tikishim kerak bo'lganida men 52 yoki 53 olgan bo'lar edim. 51 sm menga yetadi. Rezinaning uzunligi ham bo'ladi va mijozni aytgan razmerida chiqadi. Yeng kengligi bu joy 25 sm bo'lsa, bu joyini 3-4 sm gacha kichikroq qilaverasiz. Agar mijozingiz kengni xohlamayman, qo'limga yopishibroq tursin yengi desa, 18 sm olasiz. Menda mijozim qo'limga ixchamroq bo'lsin, dasturxonga non olishga, bu olishga uzatganimda yengim xalaqit bermasin degan. Shuning uchun 18 sm oldim va boyagi 13 bilan 18 ni mana tekis holatda birlashtirasiz, santimetr bilan birlashtirasiz mana xuddi shu holatda. Va yengni uzunligini 13 sm bilan birlashtirasiz. Ketdik, kesamiz. Hech qanday muammolarsiz, andozasiz bittada chiqib beradi bu usul. Ba'zan ko'rishi mumkin, yoqtirmasligi mumkin, voy xato bichyapsiz deyish mumkin, lekin meni bu bichish usulimdan hali hech kim dodlagani ham yo'q. Buyurib kiyib yuribdi. Endi esa tepa tarafi butun edi-ku bizda. 0,1-0,2 mm kesib ketamiz. Yeng olinyapti, e'tibor bering. Sizlarga agar xuddi shu joyini qanday qilib chiqarasiz degan ma'lumotlar kerak bo'lsa, meni Instagram sahifam ham bor va Telegramda bepul darslik kanalim bor. Bemalol o'zingizga saqlanib qilib olib, bemalol foydalanishingiz mumkin darsliklarni ko'rib. Hech qanday pul to'lamaysiz, bepul Telegramda shunaqa darslik bor. Va oldini, asosiy narsa, oldini 1,5 sm olib tashlaymiz. Oldini 1,5 sm olib tashlaymiz orqasiga nisbatan. Chunki qo'lni oldinga ko'p ishlatgani uchun oldida ortiqchalik paydo bo'ladi. Bu 1,5 sm juda ham qattiq ko'rinib turadi. Agar mabodo sizlarga chala chevarlar kelib qolsa, bu ayblaringizni juda ham tez payqaydi.
Rastichka berdim tepasiga. Albatta rastichkasiz ish qilmayman. Doim rastichka bilan. Yengi ham tayyor. Bizda qolgan materiallar mana xuddi shular bo'ldi. Juda ham ko'p mato qolib ketdi, lekin lozim chiqmaydi. Mijozingizni xursand qilishni xohlasangiz, nabiralarga libos tikib berishingiz mumkin qolgan matolardan. Menga esa dasturmolcha tikib bergin. Boshqa dasturmolchilar meni burnilarimni qirib tashlayapti. Opalar terlaydi-ku, o'zi bilasiz, katta yoshdagilar terlab ketadi. Shuning uchun men dasturmolcha tikib berishni xohladim va mana xuddi shu usulda bichib olaman hozir. Yetsa o'zi asosan shtapelni yirtib bichganni yaxshi ko'raman, chunki tep-tekis chiqadi hamma joyi. Mato bo'sh bo'lganligi uchun kessangiz qiyshayib ketadi. Shuning uchun kesgan uncha yoqmaydi menga. Andoza qo'yib, ba'zilar shtapel mato uchun andoza tayyorlab, matoni dazmol qilib bichguncha, voy bu уже siz bu ko'ylakni mana shu usulda bichib, bitirib klientni qo'liga ushlatib yuborasiz. Asosiysi sizga natijasi muhim. Mana xuddi shu joydan примерно. Hech qanday qo'rqmang. Nimaga qo'rqasiz? Umuman qo'rqmang. Agar buzib qo'ysangiz to'lab berasiz, bo'ldi. Hech narsa qilmaydi, buzishdan qo'rqmang. Mana kichkina dasturmolchalarimiz tayyor. Endi men buni chetlarini ko'ylagiga moslab, qanaqa bezak qo'ysam, chetini overlock qilib, chetiga pirpirakchalar tikib beraman. Tikish jarayonini keyingi videolarimda ko'rishingiz mumkin. O'zbekcha ko'ylak bichish libosi sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va hech qanday foydali darslarni o'tkazib yubormang. Menda qolgan matolar mana shu, bu esa chiqindi. Mana bu esa nabiralariga libos qilib bersa bo'ladi. Kattagina mato qolib ketdi. Andozasiz, primerkasiz tikishlarni, bichishlarni o'rganib boring. Bir şey söyleme.